ur to'qmoq. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir kampir bilan bir chol bor ekan. Ular ovchilik bilan kun o'tkazar ekanlar. Bir kun chol tuzoq poylab o'tirgan edi. Tuzoqqa katta bir laylak tushdi. Yugurib borib, laylakni tuzoqdan chiqargan edi. Laylak odamdek so'zlamoqqa boshladi. Ey chol, men laylaklarning boshlig'iman. Meni qo'yib yubor. Nima tilasang shuni beraman. Meni makonim shu qarshidagi tog'ning orqasida. Laylakvoyni uyi qayda desang, hamma aytib beradi, dedi. Chol laylakni qo'yib yubordi. Ertasiga ertalab turib, laylakvoyni sovg'asini olib ketish uchun yo'lga tushdi. Yurib, bir joyga borib yetdi. Qo'y boqib yurgan cho'pondan, "Bu qo'ylar kimni qo'yi?" deb so'radi. "Bu qo'ylar laylakvoyni qo'yi", deb cho'pon cholni yo'lga solib yubordi. Bir joyga borib, yilqi haydab yurgan yilqichidan, "Bu yilqilar kimniki?" deb so'radi chol. Yilqichi, "Laylakvoyniki", dedi. Laylakvoy menga sovg'a va'da qilib edi. "Nima so'ray?" degan edi. Yilqichi bunday dedi. "Laylakvoyni bir xumchasi bor. Qayna xumcha desa, tilla qaynab chiqadi. Shu xumchani so'ra." Chol oz yurib, ko'p yursa ham mo'l yurib, 7 kecha-yu 7 kunduz deganda laylakvoyni uyiga borib yetdi. Eshikdan kirib, "Assalomu alaykum", dedi. Laylakvoy, "Haq saloming bo'lmasa, ta'ziringni berardim. Sovg'a uchun kelgan bo'lsang kerak. Qani, nima so'raysan?" dedi. "Men sizdan qayna xumchani so'rayman", dedi chol. Laylakvoy o'ylab qolib, "Chol, senga bir tilla tovoq beray", desa ham chol ko'nmadi. Axir qayna xumchani berishga rozi bo'ldi. Chol qayna xumchani olib jo'nadi. Yo'l yurib, cho'l yurib, bir joyga borib yetdi. Dam olish uchun o'tirdi. Qishloqni bolalariga qarab, "O'g'illarim, mana bu xumchaga qarab turing. Men biroz mizg'ib olay. Faqat qayna xumcham demanglar", deb tayinlab ketdi. Bolalar "Qayna xumcham" deb baqirishib edi, xumdan tilla qaynab chiqdi. Bolalar shoshib-pishib tillalarni yig'ib olib, xumchani uylariga olib kirib berkitib qo'ydilar. Qayna xumchani o'rniga boshqa bir xumchani olib kelib o'tirdilar. Chol uyqudan turib, xumchani olib jo'nadi. 7 kecha-yu 7 kunduz yo'l yurib, uyiga yetib keldi. "Qani kampir, dasturxonni yoz. Hozir tillaga boy bo'lamiz", dedi. Kampir dasturxonni yozdi. Dasturxonni o'rtasiga xumchani qo'yib, chol bor kuchi bilan "Qayna xumcham" deb baqirdi. Xumchadan tilla qaynab chiqmadi. Chol yana baqirdi. Tilla qaynamadi. Cholni jahli chiqib, "Padaringga la'nat, laylakvoy. Meni aldab boshqa xumcha beribdi. Ertaga borib boshqa sovg'a so'rayman", deb qo'ydi. Ertasiga saharlab chol yo'lga chiqdi. Yilqichini oldiga borib, "Laylakvoy meni aldadi. Endi nima sovg'a so'ray?" dedi. Yilqichi o'ylab turib, "Ochil dasturxonni so'rang. Dasturxonni yozib, ochil dasturxon desangiz, har xil taomlar tayyor bo'ladi", dedi. Chol laylakvoyning eshigidan kirib, "Assalomu alaykum", dedi. Laylakvoy, "Haq saloming bo'lmasa, ta'ziringni berardim.
O'tgan gal senga qayna xumchani berib edim. Ko'ngling to'lmadimi? Dedi. Chol hamma voqeani aytib, sen meni aldading. Qayna xumchani o'rniga boshqa xumcha beribsan. Endi sendan ochil dasturxonni so'ragani keldim, dedi. Laylakvoy o'ylab qoldi. Axir ochil dasturxonni cholga sovg'a qildi. Chol yo'lga tushdi. Oz yurib, ko'p yurib, o'tgan gal dam olgan qishloqqa borib yetib, o'ziga tanish bo'lib qolgan bolalarni ko'rdi. O'g'illarim, mana shu dasturxonni ushlab o'tiring. Men biroz mizg'ib olay. Faqat ochil dasturxon demanglar, deb ularga tayinladi. U ketgandan so'ng bolalar ochil dasturxon deb baqirgan edilar. 7 xil taom tayyor bo'ldi. Bolalar taomni o'rab, dasturxonni uylariga olib kirib, o'rniga boshqa dasturxon olib chiqib o'tirdilar. Chol qaytib kelib, dasturxonni olib yo'lga tushdi. Uyiga kelib, "Kampir, nima taom desang, hozir tayyor bo'ladi", deb dasturxonni yozdi. "Ochil dasturxon", deb edi, hech qanday taom chiqmadi. Cholni jahli chiqib, Laylakvoy meni 2-chi marta aldadi. Ertaga borib boshqa bir sovg'a so'ray, dedi. Ertasi saharlab chol yo'lga chiqdi. Yilqichini oldiga borib, "Endi Laylakvoydan nima so'ray?" dedi. "Endi Laylakvoydan to'qmoqni so'rang. Dushmaningiz ko'pga o'xshaydi. Agar to'qmoq desangiz, oldingizda kim bo'lsa urib tashlaydi", dedi yilqich. Chol yo'lga tushdi. Eshikdan "Assalomu alaykum", deb kirdi. Laylakvoy, "Haq saloming bo'lmasa, ta'ziringni berardim. Yana nima uchun kelding? Qayna xumchani olding, ochil dasturxonni olding, yana nima kerak?" dedi. "Meni bu gal ham aldading, Laylakvoy. Ochil dasturxon o'rniga boshqa bir dasturxon beribsan. Endi sendan bir narsa so'rayman. Menga to'qmoqni ber", dedi. Laylakvoy cholga to'qmoqni hadya qildi. Chol to'qmoqni olib yo'lga tushdi. Oz yurib, ko'p yurib, avvalgi o'zi bilgan qishloqqa borib yetdi. Tanish bolalarni chaqirdi. "O'g'illarim, mana shu to'qmoqni ushlab turing. Men biroz mizg'ib olay. Faqat to'qmoq deb gapirmanglar", dedi. U ketgandan so'ng bolalar qiziqib, to'qmoq deb baqirishib edi, to'qmoq hammasini ura boshladi. Bolalarning baqirig'iga chol yugurib keldi. Bolalar bo'lsa yig'lashib, "Chol ota, to'qmoqni to'xtating. Biz sizni xumchangizni, dasturxoningizni olib, o'rniga boshqa xumcha, boshqa dasturxon qo'ygan edik. Tavba qildik ota. To'qmoqni to'xtating", deyishdi. Chol "Tur to'qmoq", deb baqirib edi, to'qmoq urishdan to'xtadi. Bolalar yugurib borib uylaridan qayna xumcha bilan ochil dasturxonni chiqarib berdilar. Chol yo'lga tushdi. Oz yurib, ko'p yursa ham mo'l yurib, ko'l demay, cho'l demay, 7 kecha-yu 7 kunduzda uyiga borib yetdi. "Qayna xumcha", deb edi, xumchadan tilla qaynab chiqdi. "Ochil dasturxon", deb edi, har xil taomlar muhayyo bo'ldi. Umrlarida ko'rmagan taomlarni yeb, chol bilan kampir xursand bo'ldilar. Tillalarga chol yaxshi uy soldirdi va xonni uyiga mehmondorchilikka chaqirib edi. Xon, "Men xon bo'lsam, o'sha kambag'al, qashshoq cholni uyiga mehmondorchilikka boramanmi?" deb bormadi. Cholni jahli chiqib, xonni urushga chaqirdi.
Ertasiga xon 7000 askarni tayyorlab, cholni uyi oldiga tizib, "Qani, chol, joning bo'lsa urushga chiq", dedi. Chol eshikdan chiqib to'qmoqqa qarab, "Ur to'qmoq!" deb baqirib edi. To'qmoq hamma askarlarni bittadan urib yotqizib qo'ydi. Oxirida to'qmoq xonni ura boshladi. Xon, "Chol, to'qmog'ingni to'xtat. Sen yengding. Meni o'limdan olib qol. Yurtga sen hokim bo'la qol", dedi. Chol to'qmoqni to'xtatdi. O'zi yurtga hokim bo'ldi va murod maqsadiga yetdi. Steel Pantera taqdim etadi. Rus tilida. Bolalar va kattalar uchun Pushkin ertaklari. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир». Krilovning mashhur va noma'lum masallari. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. O'zbek xalq ertaklari. Давным-давно жил один старик-охотник со своей женой-старушкой. Однажды поставил старик селок и сел караулить. Смотрит, в селок попал большой аист. Oskar do'konlar tarmog'idan yoshingiz va didingizga mos audio mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Yangiliklardan boxabar bo'lib boring. Steel Pantera hamisha siz bilan.